Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, keyingi mashinamiz K7. Buni yili 2017. Full optionda panoramalarigacha bor, hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa, probegi 236 ming yurgan. LPG gazda. Mashinamiz urilgan joyi, almashgan joyi. Bu tomon chap tomon kirilo bilan o'ng tomon kirilo, kapoti ozgina qayrilib qolgan ekan, shuni to'g'rilatgan ekan xolos, boshqa aybi yo'q. Xullas hamma yo'g'i joyida, mashina full optionda. Koreyaning ichida minsa ham bo'laveradi. Xudo xolasin, probegi mana 236 ming, LPG gazda. Optionda hamma narsasi bor. Xudo xolasa kelib ko'rishinglar mumkin, minib ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mashina normalniy holatda, korobka, motor hamma yo'g'iga xudo xolasa inshaalloh javob beriladi. Mashina bozorda kelib bemalol haydab ko'rishinglar mumkin. Eksportga ham, Koreyaning ichida ham bo'laveradi. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Narxini 10 million deyapmiz. Ozgina kami bor. Xudo xolasa kelib bemalol ko'rishinglar mumkin. Minishga ruxsat bor. Kelib bemalol minib ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mashinamiz shu. Nomerlari ham chiroyli. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.